Qo'pol gapirishga majbur qilasizlar-da. Yig'loq. Kommentariyaga kirib olib yozadigan yig'loq. Sani haqqing yo'q menga ma'lumot qilishga, menga ta'na qilishga. Sizga osonda, sizda sponsorlaringiz bor, sport pitaniyadan problema yo'q, tuda deb menga ma'lumot qilishga yoki bilmayman buni oti nima, haqqing yo'q sani. Nimaga? Chunki sen kechasi uxlaganingda, sasib uxlaganingda kechasi 3 ta men syomka qilardim. Uxlamasdan, uyqumdan qolib, oilamdan vaqtimni olib syomka qilardim, mashq qilardi, programmalarni, reels olardim, video olardim. Kechasi soat 2-3 ta mehnat qilardim, harakat qilardim. Mana shu kunga yetib kelish uchun nimadandir kechardim o'sha paytlar, qurbon qilardim. Tushunyapsanmi? Bifitda ishlagan vaqtim, men 20 million, 25 million oylik olgan vaqtim bo'ldi. Meni hayotimdagi orzularim hammasi ushondi deb yotolmaganman. Mehnat qilganman. Bu meni patologim emas, bu meni chegaram emas. Men bundan ham ko'p narsa qila olaman inshaalloh deb harakat qilganman. Osmondan tushib qolmagan bu narsalar. Yoki men tug'ilgan vaqtim hamma narsani tayyor qilib, boy ota-onalarini tayyorlab qo'ymagan. Men mehnat qilganman. Seni haqqing yo'q kirib olib menga ma'lumot qilishga. Turasan, mehnat qilasan, ishlaysan, Alloh senga ham beradi. Agar mana bunaqa o'tirib olib kommentariyada faqat aql chitsang, dalcha aql chichib yuraverasan.